Assalomu alaykum. Ko'rib turibsizlar, biz hozir Samarqand viloyati Yonboshsoy qishlog'ida turibmiz. Bu yerda kelishimizdan maqsad hozir kundagi biz biladigan 3 xil sug'orish bor. Ya'ni tomchilab sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, yana ota-bobomizdan qolgan agatlab sug'orish bor. Men bu yerda bog'imizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda tomchilab sug'orish orqali bog' barpo qilingan. Ya'ni bu yerda 2 gektar bog'imiz bor. Bu tomoni bor, mana ko'rib turibsizlar. Yana bu tomon ham, chap tomon, o'ng tomon bog'zor, tokdan. Bu tokimizni hozir kamchilik tomonlarini sizga aytib o'taman. Ya'ni bu yerda juda katta mehnat qilingan. Ya'ni tomchilab sug'orish qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, katta bochkalarda suv tashalib, u orqali toklarimizga tomchilab suv berilgan. Shunda ham natija ko'rib turganingizdek yaxshi emas. Ya'ni hosilga kirgan vaqtda tokimiz mana qovjirab, mevasi qovjirab qolgan. Bunga sabab, asosiy sabab bunga tomchilab sug'organimizda tokimizda ildiz qismi yuqoriga qarab o'syapti. Keyin hosilga kirgandan keyin bu tomchilab sug'oriladigan suvimiz yetmay qolyapti-da, tokimiz nobud bo'layapti. Bunday holatlar ko'p uchrab turibdi. Men sizlarga o'sha taklif qilayotgan yangi innovatsion usul bundan tubdan farq qiladi. Ya'ni o'sha hozir bu yerga ketadigan suvni 10dan 1ida bu hosilni bemalol yig'ishtirib olsak bo'ladi. Mana o'sha bog'imizni mana ichkari qismlarini ham ko'rsataman. Bu yerda katta gektar nobud bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, hammasida shu ahvol. Katta qism. Mana kovlab ko'rganimizda o'sha ildiz qismi bular tepada joylashgan. Ya'ni bu hududlarda shamol, o'sha garimsil shamol, keyin quyosh nuri 50 darajagacha chiqadi. Shu sababli toklarimiz yaxshi rivojlanmadi. Bu toklarimizni yaxshi rivojlanish uchun yangi innovatsion usulda sug'orish texnologiyasini sizlarga taklif qilmoqchiman. Keyingi o'sha video davomida o'sha yangi texnologiya asosidagi sug'orilishni sizlarga ko'rsatib o'taman.